Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003 yil 1-oyda 1-qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjamboy. Avtori Nur Rozi. 22-bob. Halokat buyruqi. Davomi. Shu kuni oqshimi Shig'ay Anjamboyni izlab kelib, uningga Abla Mollaning o'lib ketganlik xabarini yetkazdi. Abla Molla yaramliq razvodchi edi. Lekin uning razvodchi ekanligini faqat Jamoliddin bilan Anjamboylar bilardi. Odatda u ikki komandirning maxsus xizmatchisi sifatida uyan chepib yurib, yugur yetim ishlar bilan aldirash yurganda ko'rinadi. Og'ziga bir chimdim nasivalni selvilib, gap so'zlarga aralashmay jimmida yuradi. Pat savdogar siyoqiga kirib, kala, qo'y, ochliq savdosi qiladi. Bozorlarni aralab yurib, kishilarga changdirmay dushman ahvolini tingtanglashga usta edi. Yaqinqi kunlardan buyon Zaydin Beyning o'zining gapini boshqalarning anglab qilishdan ansirganda, ko'zlarini chakchaytib uyan qarab etib, ondan buning quloqlariga ko'tildab yurishlari uningga g'alita tuyuladigan bo'lib qoldi. Bir kuni u gazarmining ichini tozalayotganda, bir uyning ichidan Zaydin Beyning biri bilan past ovozda so'zlashayotganligi uning quloqiga kirib qilib, uni sagaklashtirib qo'ydi. Senda qarvoy, xotin balani toza sig'ingan o'xshamamsan. Balalarni ko'rsanglar ko'tirib oldikansan. Erkiltib halin qolmaydi ekan. Er kishilarga shundoq bo'ladi. Xotin sig'inib qolsalar, bala erkiltadigan bo'lib qoladi. Voy qavuz, sen nimishqa undaq sat yeysan? Sen uni mazaq qilatamsan texi. Sen haramzodimi, bo'sha odam emasmi? Xotin qizlarni ko'rsang, ko'zlaring o'ynab, xumarlashib, ilishiblar ketadi ekan. Yurtinglarda xotin qizlar xili kangridu? Ha, xili kangri. Qandiqini olay desam yo'q demaydi. Shug'unisi yurtga berishning iloji bo'lmasa, men mo shu tapda xotin bolalarimni g'amidla qoldim. Anglsam, iniqlabchilarning xotin bolalari urug' tuqqanlarini tutqun qilib tutmish. Ulardan ansirab yurkim pok berib yo'qlab kelishning texi iloji yo'q. Kalla ketadigan gap. Qanday qilishni bilolmayla qoldim. Beshimning ichimo, teshimo ketib, kalla ketmaslikning yo'lini qila olsaqla, iloj tepilib qoladi. Qanday yo'lni qilamiz? Xudoyimdan tilaymiz. Xudoyim bizga boshpanoh bo'ladi, yo'l ko'rsatadi. Ular pichirlashib, bir nimalarni deyishdi. Lekin Abla Molla ularning nima deyishganligini anglay olmaydi. Bir hazodan keyin ular inib chiqdi. U hech nimani ko'rmagan, anglamagan bo'lib, bahramon holda o'z ishini qilaverdi. Zaydin Beyning o'ziga ko'zining quyruqida qarab qo'yib o'tib ketayotganligini tuyib turdi. Abla Molla anglaganlarning hammasini Jamoliddinga doklad qiladi. U odamning qo'rsqida jin barda qiladi. Undaq bo'lmasa nimishqa qilg'ili gap topolmagandek, ularga ana shunda xotin haqlarini gapini qiladi. Nimishqa samonning ostidan suv quyib, ularni yurtga ketishga qiziqtirdi. Yana tehi kalla ketmaslikning yo'lini qilsaqlar iloj tepiladi deydi. Kalla ketmaslikning yo'li ikki qo'limizni egiz ko'tarib dushmanlarga bosh egish. Uningdan boshqa yo'l yo'q ekanligini hamma odam biladi. Mushundaq ta'tir putoq gap so'zlar odamni g'am andishiga silib qo'ydi ekan. Faqat bo'lmasak bo'lmaydiga o'xshaydi. Jamoliddin uning bu doklatini anglab bo'lib, qaqaqlab kulib ketdi. Ay ahmoq, uning undaq degini ularni yurtiga qaytishga qiziqtirganlik emas. Chaqchaq gap, chaqchaq, uqdingmi? Er kishilar bir yerga jam bo'lib qolsalar, ana shunda xotin haqlarining gapini qilib chaqchaq qilishidi-ku. Bu bar gap-ku. Sen mo'za bak gumonxo'r bo'lib qopsan jumo. Keyin Abla Molla Jamoliddinning Zaydin Bekka nasihat qilib degan gaplarini anglab qoldi. Siz degan komandir, bundan keyin boshqalarga xotin qizlar to'g'risida undaq bo'lmag'ur chaqchaqlarni qilmang. Ba'zilar ko'nglingizni xato tushunib qoldi ekan. Diqqat qiling. Shundan keyin Abla Molla Zaydin Beyning o'ziga yer tegidan olib, o'miyib qaraydigan, yana texi qavuz olg'ayningmi o'ziga yiroqdan sapsilib qarab yuradigan bo'lib qolganligini sezib qoladi. Ko'ngli g'ash bo'lgan Abla Molla bu ahvollarni Shig'ayga so'zlab berdi. Ondan Anjamboy bu ishlardan bexabar. U bilib qolsa obdan bo'ladi. Uningga doktat qilay desam, u taraflarga berishga fursat bo'lmayotdi.
"Ey, bizning ishimiz chatoq" deb ulug' kichiktinib ko'zlariga liqqida yosh oladi. Dal shu kunlarda O'ytaq polkida ochliq qahatchiligi yuz beradi. İnqilobchilarni o'z yurtlariga qaytarish buyrug'i e'lon qilingandan keyin yuqoridan ularni ochliq bilan ta'minlashni to'xtatib qo'yganligi, shundaqla aslida ularga ochliq yetkazib berayotgan Opal, Toshmiliq, Aqtu, Yangisar taraflardagi yezilar allaqachonlar go'mindonchilarning qo'liga o'tib ketib, yo'llar qamal qilinganligi tufaylidan ularning ochliq manbasi uzilib qoladi. O'ytaq polkidagi zapas ochliqlarning hammasi tugab ketib, yaqinqi kunlardan buyon odamlar ochliq yuradigan bo'lib qoladi. Jamoliddin yuz bergan bu ochliq qahatchiligini hal qilish uchun ko'p bosh qatirdi, lekin hal qila olmaydi. Oxir ilojiz qilib Abla mollani ochliq tepib kelish uchun mangdirishga majbur bo'ladi. Abla molla ketgandan keyin qavuz alg'aymo ko'rinmay qoladi. Aradan 3 kun o'tib qavuz yana paydo bo'lib qoladi. Aradan yana 3 kun o'tganda mundaq bir shum xabar yetib keladi. Abla molla Toshmiliqda tunish bilishlaridan naq pulga 10 nechtagar ochliq setib oladi. Ondan u ochliqlarni ot eshaklarga ortib, Tugmanga boradigan bir qancha odamlarga qitilib yo'lga chiqadi. Qo'sh Tugmanga az qolganda u yerda yo'shirinib turgan Go'mindonning 20 necha askarning tuyuqsiz hujumiga uchraydi. U faqat birla askarga pichoq silib, uni o'ldirishga aranla ulguradi, lekin o'zi tutilib qoladi. Go'mindonchilar uni bozor kuni sazoy qilib bo'lib, ondan otadiganligini jakarlaydi. Ma'sumchun Ablam mollani qutuldirib olmoqchi bo'ladi, lekin qurollarning hammasi allaqachon yig'vilinganlikdan ular amalsiz qoladi. Shunga Ma'sumchun ilojsiz holda 20 necha odamni faqat pichoq bilan qurollantirishga majbur bo'ladi. Ular shanba kuni, ya'ni Toshmiliqning bozori bo'ladigan kunidan bir kun burun tong sahardala yo'lga chiqadi. Kechasi yelkan atrofiga yo'shirinib yotadi. Atsi otlarini kishilarning ig'illariga yo'shirib qo'yib, bozorchilarga aralashib oladi. Go'mindon askarlari bozorga kiradigan cho'ng kichik yo'llarni, bulung puchqoqlarni, hatto uylarning o'gizlarini mo chala qo'ymay qorishib olib, bozorchilarning oldini to'sib oladi. Navbat bo'yicha birdan tekshirib aqtirib bo'lib, ondan o'tkazadi. Shunga döve-dövelan odamlar qistonchilikda navbat kutib turishga majbur bo'ladi. Ma'sumchun va ularning odamlariga 3 ga yaqin aran navbat keladi. Ular bozorga kirib mol bozoriga yaqinlashganda, mol bozorining ichidan gum etilgan o'q ovozlari anglanib qoladi. Ular cho'chib, ular bozorining ichiga kirib kelganda, g'ijjida qonga bo'yilib yotgan Abla mollaning jasadiga ko'zi tushib qoladi. Ular o'zlarining vaqtida ulgurib kelolmaganligidan yo'qinib, o'zlarini qachatlashib, ichida yig'ilishidi. G'azabiga paylamay 3 askarni pichoqlab o'ldirib o'tib, qorallarini elbilibla badar qochadi. Bu tuyuqsiz zarbidan qattiq gangrab qolgan dushmanlar o'shini yig'ib bo'lgacha ular tamlarning daldisi bilan qochib, xili uzab ketadi. Shu arada otlarning qishida qolgan 3 odam otlarni ularning oldiga akilib bo'ladi. Ular otlarni minib saq salomat, lekin Abla mollani qutuldira olmaganligiga o'kinib, ko'ngillari g'amkin, ma'yus holda qaytib kelishdi. Shig'ay bak yerib ketgan edi. U bu voqeani bayon qilib bo'libla, kush tinib, asta uyquga ketdi. Anjambay kechicha ulug' kichik tinib, urib, tongni otqizdi. U atiganda Shig'ayga mundoq dedi: "Sen berib Tayir Beyni izlab top. Uningga seni mening avatganligimni degen. U og'inam bizga azroq qurol bermoqchi. U qurollarning qayerda ekanligini u sana deb berdi. Sen u qurollarni yondirib akilib Jamoliddinga topshirib bergin. Ondan chaqqanroq kelib, bu ishning natijasini menga xabar qilgin, lekin faqat bo'lgin. Hech qanday odam tuyib qolmasin. Xo'p, bek bilan gap bo'ldi. Hozirla mangay." 3 kundan keyin Shig'ay qaytib keldi. 2 pilmot, 3 avtomat, 5 miltiq, 7 qop o'qtorni to'ga arvasiga silib, ustiga o't xaslarni osmon palak besib yondirib keldim. Jamoliddin akam xushal bo'lib ketdi. "Obdan bo'pti. Biz yanala qurolning g'amini qilayli. Sana yana bir vazifa bor. Anglasam tunugun Hamutaji
Toxtarov, Abduqadir, Alipshah qatarlıq bir neçə adam Gomindan hökumətiga vakalatan bu yerga kaptimish. Ular bizden Gomindan askarlardan olca alğan qurallarni qaytara almoqchi ekan. Bu bitimning ro'yiga uyg'unmish. Şuna ularga bir qism qurallarni qaytarib beradigan o'xshaymiz. Sen berib qural yaraq ambirini yiroqdan kuzatgan. Navada ashu qural yaraqlarni ilib ketish uchun kelgan at uloq, harva yoki mashina qatorliq bir narsalarni bayqapla qilsang, menga darhol xabar qilgin. Bu qitimmo bak paxas bo'l. Bu ishimizni mo boshqalar sizib qolmasin. Bo'lmasa chataq chiqdi. Shu kuni tushdan keyinla Shig'ay uni izlab keldi. 3 mashina kelib ambarning oldida to'xtadi. Ular shu hamon yo'lga chiqib, tong saharda O'ytaqqa yetib keldi. Jamoliddin bilan maslahatlashib, Ma'sum cho'ngning batalyonidan 50 odamni tanladi. Ularni Tohirbek bergan qurollar ham palta, kaka, katman, harlar bilan qurollantirib, qorong'u tushishi bilanla yo'lga chiqdi. Tong suzilganda O'ytaq og'izdan o'tdi. Tog' aralab minib, tushga yaqin Gaz daryosidan ayriladigan ta'tir o'stan bilan Chalmayariq oraliqdagi bir jilg'ining bo'yiga yetib kelib to'xtadi. Bu jilg'a keng ham cho'nqur edi. Suv 2 qashqa lang urib sharqirab eqib turardi. Dal mushu jilg'ining ustiga silingan Zaku ko'riki deb nom olgan bu cho'ng ko'rik jilg'ini kesib o'tadigan cho'ng yo'lni tutashtirib turardi. Buningdan boshqa bu yaqin atrofda mashina mang'alig'idek tuzukroq yo'lmi yo'q edi. Anjambay boshlab kelgan odamlari bilan suvga kirib, ko'rikning kunchiqish tarafidagi 2 qator to'riklarini chala qo'ymay har deb kesibatdi. Mixlarini qo'mirib, to'g'risiga qo'yilgan yog'ochlarni bo'shtibatdi. Shu topda ko'rikning yog'ochlari ustidan birar harva o'tib qolsa-mu, ko'taralmagidek holda lakaslab, lig'irlab qolgan edi. Dal shu chog'da kunchiqish tarafga charlashqa ketgan odam ot choptirib qaytib kelib qoldi. 3 mashina kelyotdi. Shu hamon Anjambayning birla ishorati bilan hamma odam darhol yo'shurni bilishdi. Degandek, yiroqdan to'pa changlar ko'tarilib, mashinalar ko'rinishga boshladi. Mashinalar yaqinlashgan hamon iliqi charlig'uchi Anjambay belga qilib qo'ygan toshning yini bilan otni bahraman holda mandirib, oyoq tarafga yurib ketdi. Bu uning mashinadagilarga ko'rik saq deb qasdanga qilgan bishorati edi. Mashinalar to'pillarni tozitib, bir-biriga 20-30 qadamdek oraliq qoldirgan holda gurildab kelib ko'rikka yaqinlashganda tezlikini ostiltib mingiverdi-da, oldidagi mashinaning oldingi chaqlari ko'rik ustiga chiqishi hamon ko'rik gurildab o'rilib tushib, mashinaning oldi pastga, orqasi osmonga qonqaygan holda kaplashib qoldi. Arkadagi mashinalarmo bir-biriga gum-gum urilib, so'qilibla to'xtadi. Dal shu arada Anjambayning odamlari taraf-taraflardan etilib chiqib, mashinalarga tashlandida, bu hodisdan cho'chib ketib, gangrab xudini yo'qotgan dushman askarlarini birdamdala qurolsizlantirib qo'yib, ay-huy degicha oraliqda hech qanday chiqimsizla mashinalarga pavas besilgan zambarak, top, minamiyot, pilimot, avtomat, miltiq qatorliq qurollarning hammasini qo'lga tushirib bo'ldi. Lekin birer talmo o'q to'ra tepilmadi. Bu mashinaning har birini 5-6 dan askar muhofazat qilib kelgan edi. Ular o'q to'ra bo'lmaganlikdan ko'ngillari yerim bo'lgan bo'lsa-mu, lekin qurollarni otqa so'ritib, ortib O'ytaqqa qaytib kelishdi. Anjambay suv boshidagi kursga qaytib kelgan kunining ertasi oqshimi Tohirbek uni izlab keldi. "Do'stim," dedi u ko'zlariga liqqada yosh olgan holda, Anjambayning qo'llarini ching tutib turib, "Qo'shinimiz halok bo'ldi. Biz endi tugashdik. Biz bu yerda turivermay jonni yoqiga olayli. Yiroqlarga birga ketayli. Seni tashlab ketishga zodila chidamadim. Undaq qilma, meni qiynama. Men bilan birga ketishga ma'qul bo'lgin." Anjambay hayron qoldi. "Nim bo'lding? G'alitlar bo'lib qopsan-ku. Gaplaring texim g'alita. Taqqa tuqqa so'zlab, biz g'alit emas, jahon g'alita. Boshqa gapni qo'y. Biz o'rislar tavasiga birga ketayli. Bizga mushundaq qilishdan boshqa iloj qolmadi. O'rislar tavasida jonni saqlab qilib, bundan keyingi inqilob uchun tayyorlanayli. Bu mening eng oxirgi qarorim. Birga ketayli. Sendan bak ansirab qoldim." Anjambay
texmi bek hayron qoldi. "Voy, aljib qapsan jumo. Nemishqa undaq sarandek bo'lmog'or gaplarni qilsan? Sen texi o'tgan qitim chetga qochadigan bo'lsang, meningdan tutun chiqarib o'taman deb menga qo'rqa salmaganmiding? U gaplaring hozirgidekla esimda turibdi. Mana endi o'zing shunda qamlashmagan gaplarni qilyapsan-ku. Bo'ldi qo'y, undaq yomon xiyollarda bo'lma. Mayli, nima desang davargin. Sarang desang mo mayli. O'zingning ixtiyori. Men shu chaqdala shunda qarorga kelib bo'lgan. U chaqda nima deydikin deb o'ylab, sening qanday xiyolda ekanligingni bilib beqish uchun seni chekib sinab baqqan edim. Bo'ldi. Endi meni sinamayli qo'y. Men o'zimizning xalqiga, mushunda so'yimlik zaminga mansub, mushu zamin uchun, xalqimizning ozodlik uchun jang qilib, mushu zaminda o'lib ketsam rozi. Meni yana qichiqlama, avar bo'lma. Bu mening eng oxirgi qarorim. Sen undaq yomon xiyolni tashla, ketma, billa jang qilayli. Yo'q, men ketmasam bo'lmaydi. Menga jon lozim. Men hamma tayyorliklarni bitirib bo'ldim. Ketaman. Men sendek ahmaq odamni zodila ko'rmabdikanman. Do'stim, undaq dema. Meningcha, xalqimiz mushundaq ig'ir kulfatga qolgan chaqlarda ularni tashlab ketish eng ahmoqlik bo'ladi. Zaminimiz, xalqimiz shu topda sendek, mendek odamlarga muhtoj. Hargiz ketma. Xalqimizni, zaminimizni hargiz go'minashlarga tashlab ketmayli. Tuzkor, munofiq odamlardan bo'lib qolmayli. Shuni bilib qo'yki, xalqmo, zaminmo o'zimizning tashlab o'tishga bo'lmaydi. Menmo xalqimizni, zaminimizni tashlab o'taman demedim-ku. Ketsam yana kelaman, kuch to'plab kelaman. Tashlab o'tmayman. Bu faqat vaqtlik ish. Shunda qilishga majbur bo'ldim. Chet davlatga kuchlanmasangmi bo'ladi. Kuch degan o'zimizda bor. Ketmagin. Ular shu holda yarim kun muңlashib takallashdi, lekin bir-birini qoyil qilolmadi. Kechqurun ular bu qitimqi ko'rishning o'zlarining eng oxirgi qitimqi uchrashish bo'lib qoladiganligini ko'ngillari tuyg'andekla bir-biriga chidamagan, ko'ngillari buzilgan holda yig'ilishib, quchoqlashib turib qo'shlashishga majbur bo'lishdi. Degandek, oradan bir hafta o'tganda brigada komandiri Tahir Bey, Hakim Sherif qatorliq 10 necha yuqori darajalik harbiy, ma'muriy boshliqlarning o'ziga tava xodimlari bilan oila tavobatlarini elib, Sovet ittifoqi tavasiga o'tib ketganlik xabari tarqaldi. Shunda qilib, Janubiy Shinjang Milliy inqilobiy qo'shuni qo'mondan ham asosliq ofitserlardan ayrildi. Ega chaqsiz qolgan kursantlarmo tarqab ketdi. Qolgan ozg'ina inqilobchilarmo mushu kunlarda xuddi putqo'llari kesib tashlangan majruhlarga o'xshab qoldi. Taraflardan qattiq qiyin qistoqqa ilinib, menish yo'llari butunlay kesib tashlangan shtab boshlig'i, hurmatga sazovor peshqadam inqilobchi bosh maslahatchi Qosim Tash amalsizlikdan 1946-yil 9-oyning oxirida quruq nomila qolgan Janubiy Shinjang inqilobiy qurolliq qo'shinlari qo'mondonlik shtabining tarqalganligini jakarlashga majbur bo'ldi. Shuning bilan tog' inqilobchilari nomi bilan dunyoga mashhur bo'lgan go'mindonchilarning yurakini titratib, ularni o'lim girdobiga mahkum qilishga yo'l ochgan Janubiy Shinjang Milliy inqilobiy qo'shinlari tugashgandek bo'ldi. Anjambay shu kuni oqshomla aldirab yurib, Qosim Tashni izladi. Oxir uni bir uyning ichidan aran topdi. U qo'llarini kayniga tutgan holda tam tarafga qarab jimmida turadi. U Anjambayning kirginini tuyib tursimi, yanala tam tarafga qarab turaverdi. "Salom shtab boshlig'i", dedi Anjambay Qosim Tashqa harbiycha salom berib turib. "Men o'ytoq polkitga barliq inqilobchilarning iltimosini doklad qilish uchun qishingizga kelgan edim. Qabul qilishingizni iltimos qilaman." Shundala Qosim Tash orqasiga burilib, "Nima gap?" degandek Anjambayning ko'ziga talmurib qarab turibla qoldi. Anjambay uning chiroy turqini ko'ribla cho'chib ketdi. U xuddi necha yil kasal azobini tortgan odamdek judab o'roqlab ketgan, ko'zlari o'ltirishib, yoqlari chiqib qolgan, chiroyimi sarg'ayib ketib, to'nuqsizla bo'lib qolgan edi. "Polkimizdagi barliq inqilobchilar sizdan bizga yana davomli qo'mondonlik qilib turib berishingizni iltimos qiladi." Qosim Tash
yanıla tam tarafga qarab turib beshini chayqadi. Buningga mening ilojim yo'q, mumkin emas. Biz buningdan keyin yana ko'risholmaymiz. Yani bir iltimosimiz, siz bizning polkimizni o'z qo'lingiz bilan qurib rivojlantirgan edingiz. Amdilikda o'zimizni qo'g'dab qalalig'idek tuzuk qurolimiz qolmadi. 700 necha inqilobchining hayoti xavf ichida turibdi. Bizga ozroq qurol yarog' yordam qilib, bizni qutuldirib olishingizni iltimos qilamiz. Qosimtash yanala tam tarafga qarab jimmida turib o'ylanib qoldi. Bir hazadan keyin yanchuqidan bir tutam ochqushni sharaqtib chiqarib Anjambayga tangladi. "Men ilang, lekin men sizga ochqushni bermadim. Sizmi meni ko'rmadingiz? Uqdingizmi?" "Uqdim. Men mo ochqushni olmadim. Sizni mo ko'rmadim. Rahmat sizga." Anjambay uningga yana harbiycha salom berib chiqib ketdi. 3 kundan keyin O'ytaq polkidan 300 necha odam suv boshiga yetib keldi. Ular ambarda qolgan ozg'ina qurol yarog', o'q dorilarni chala qo'ymay yig'ishtirib oldi. Bu qurol yarog', o'q dorilar ozroq bo'lsa-mo, lekin bu ularga qilingan cho'ng madad edi. Ular xushal holda sapga tizildi. Sapning oldida Anjambay mandi. Qurollarni ko'tirishib aylanib minib, Qosimtash turadigan shtabning oldiga kelganda, xuddi cho'ng parad munberining oldidan o'tganda, parad qabul qilgan qo'mondonga salom bergandek, hammasi tangla o'ng qo'llarini shappada chekisiga qo'yib, shtab tarafga qarab, tog' inqilobchilari biz degan marshni yangirtib, aytgan holda mas qadam tashlab minib, O'ytaq tarafga qarab yurib ketdi. Tog' inqilobchilari biz tog'da obdan jam bo'lishgan, zulmni yo'q qilish uchun yo'l tashdek ching uyushgan. Urra, urra, urra. 22-bob tugidi.